Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela ve ba'd. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilma ya rabbel alamin. Bugün kelgan dersimiz bolsa, yengida balagat, fasahat sahasiga qadam algan o'quvchilar uchun tayyorlangan Durusul Balagha nomli kitobimizning majaz bobiga keldik. Ilmul bayan bobining majaz bobiga. Ilmul bayan bo'limining majaz bobiga. Xo'sh, endi majaz degan gapning lug'atdagi ma'nosini bilsanglar, jaza yajuzu. Oqlab o'tdi, yo'lni kesib o'tdi, oqlab o'tdi degan gap. Oqlab o'tish. Istilohdagi ma'nosi shu desa, ya'ni bir narsaning, bir so'z, ya'ni bir so'zning asli qo'yilgan ma'nosidan yangi bir ma'noga bir aloqaning jitidan qarina sabablik oqlab o'tish degan bo'ladi. Ma'nosi. Ko'chma degan gap, ko'chma. Ya'ni asli ma'nodan yangi bir ma'noga bir sabablik ko'chib o'tish majaz degan gap. Qur'oni Karimda intayin jiq keladi. Intayin muhim dars bugun dars. Xo'sh, endi bu majaz degan qarindoshlar, cho'ng jihatdan majaz aqli, majaz lug'aviy deb ikki xil bo'ladi. Biri arab tili bilan buni aql orqali bo'ladigan biz. Masalan, anbatar rabiul baqla desak masalan, bahor o't yoshni undirdi desak, biz aqlimiz orqali nima bilalaymiz? Bahor degan bir sabab bu. Emniyette o't yosh degani kim undirdi? Alloh undirdi. Aqlimiz orqali bilalaymiz. Mushuna deb ataladi, majaz aqli deb ataladi. Endi majaz lug'aviy degan so'z, majaz lug'aviy degan til. Tilda bor, mishat lafzida bor. Arab tili qoidasida bor. Uning keyinidan bu qoidaniki shu qarinalar dalolat qilib turdi meni. Qarina, ya'ni yoki qarina ikki xil bo'ladi. Bir qarina lafziy, nahmaydanda yoki qarina, ya'ni biz qarina aqliy. Aqlimiz orqali bo'ladigan. Bunda qarina bo'ladi, shu qarinalar dalolat qilib turdi. Tushundingmi? Dalolat qilib turdi, uning aloqasi bo'ladi. Ya'ni nima bilan aloqasi bo'ladi? Asli qo'yilgan lafzil mavdu'ilah. Ya'ni mavdu'ilah degan gap asli qo'yilgan ma'no bilan keyin ko'chmoqchi bo'lgan yangi ma'no bilan orasida bo'lgan bir aloqa bo'lish kerak, aloqa bo'ladi. Bu aloqa 20 ta xil aloqa bor. Lekin maktab sizga inshaalloh 8 xil aloqani deb berdi. Aloqa juz'iyya, aloqa kulliyya, aloqa sababiyya, aloqa musabbabiyya, aloqa e'tibor makan, aloqa e'tibor ma yakun degandek qancha 8 dona aloqani sizga deb berdi. Aloqa mahalliyya, aloqa haliyya deb. Bu aloqalarni deb berdi. Bu aloqalarning biri bo'lsa, qarina bo'lsa, shu vaqtda nima qilamiz? Asli ma'nodan, haqiqiy ma'nodan majoziy ma'noga ko'chib o'tamiz. Bu intayin ko'p. Endi bu shu majoziy ma'no xo'sh. Majaz aqli, majaz lug'aviy deb ikkiga bo'lganda, majaz lug'aviy ikkiga bo'linadi. Majaz lug'aviy ikkiga bo'linadi. Biri majaz mursal, biri majaz isti'ara deb ikkiga bo'linadi. Majaz mursal deganimiz, majaz isti'ara deganimiz qaysi? Majaz mursal deganimiz qaysi desa, agar majaz isti'arani ozdan boshlaylik. Majaz isti'ara deganimiz agar asli ma'no bilan ko'chma ma'no, ya'ni ko'chma ma'noning orasidagi aloqasi o'xshashlik qilib qolsa, bir-biriga o'xshash qilib qolsa, aloqatul mushabaha bo'lib qolsa, nima deb ataladi bu? Isti'ara deb ataladi. Endi agar asli ma'no bilan ko'chma ma'no orasidagi aloqa mushabahaning g'ayri bo'lib qolsa, 20 xil aloqa bor dedim-ku, uni cho'ng-cho'ng kitobda o'qishlar. Maktabda 8 xil aloqani deb turdi. O'sha 8 xil aloqani bir yoki juz'iyya, yoki sababiyya, yoki musabbabiyya, yoki haliyya, yoki mahalliyya, yoki shunda bo'lib qolib qolsa, yoki lazimiyya, yoki malzumiyya. Mush aloqali bo'lib qolib qolsa, nima bo'ladi? Majaz mursal bo'ladi. Majaz mursal deganimiz nima gap? Ya'ni shu mushabahadan yishib etilgan. Mursal degan mutlaq degan gap. Ya'ni mushabaha o'xshashdan nima qilingan, yishib etilgan, o'xshash yo'q. O'xshashmagan degan gap. Tushundingmi? Bunamdi. Xo'sh, endi hozir oldi bilan sizlarga musannif majozni tushuntirib o'tadi. Al majaz. Majaz deganda bu yerda aslidagini qarasanglar, İza utliqal majazu la yansarifu illa al-lughawi. Qachon majaz degan so'z mutlaq keltirilsa, mutlaq. Majaz lughaviy yoki majaz aqliy deb bunda qaytib keltirilmay, majaz deb mutlaq keltirilsa, bu faqat buni nima ko'zda tutiladi? Majaz lughaviy ko'zda tutiladi. Va patlarda majaz aqliy deb atiladigan ham majaz ham keladi deydi. Shuni ma'no bilaman. Demek mi majaz deganda biz nima murod? Majaz lug'aviy murod demakchi. Majaz lug'aviy demak
Mecaz mursal, mecaz istiarını söyleydi bunu diyor. Huvel lafzu, mecaz deganimiz el-lafzul musta'malu fi gayri ma vudi'a lah. Yani asli qo'yilgan narsaning g'ayriga ishlatilgan lafzdir. Demak, lafz degan gapdan lafz deganimiz bir jins o'rnida. Jins. Butun og'zimiz chiqqan gapdan hammamiz kelib ketdi. Og'zimiz chiqqan gapdan hammasi buni qatoriga keladi. Uni keynidan nimishqa avval kalima demaydi uni nimishqa desa, chunki majaz degan majaz mufrad, majaz murakkab deb ikki xil bo'linadi. Bu qatoriga majaz murakkab kiradi, majaz mufrad kiradi. Chunki majaz agar kalima deb qo'ygan bo'lsa, majaz mufrad kiradi, majaz murakkab kirmaydi. Kalima degan nima? Faqat mufrad narsa, shundami? Endi majaz lafz deganiga og'zim chiqqan gap degan mufrad, murakkab narsa chiqadi. Bir. Endi musta'mal degan gapimizdan nima chiqib ketdi? Ya'ni muhmala chiqib ketdi. Tabiiyki majaz bo'lish uchun ishlatilgan bo'lish kerak. Arabning urf odatida ishlatilgan bo'lish kerak. O'zimiz yasab olsak bo'lmaydi. Anladın? Fi gayri ma vudi'a lah. Yani bunda yani asli qo'yilgan narsaning g'ayriga ishlatilishi. Bu asli qo'yilgan narsaning g'ayriga ishlatilgan so'z nima ataladi? Majaz deb ataladi. Yani xuddi masalan, asad bizda asad deb bir so'z bor. Asad. Asad degan shir. Asli buni vodiul lug'a so'z yasovchilar kim uchun qo'ygan? Shir degani bir yirtqich hayvon qo'ygan. Endi men buni Zaydun kal asadi desam, Zayd shirga o'xshaydi deb masalan, ra'aytu asadan yaxtubu desam masalan, men xutba o'qiyotgan bir shirni ko'rdim desam, bu chaqda nimaga ishlatiladi bu? Nima deb qaraymiz? Majaz deymiz. Demak, bu asli qo'yilgan hayvonga ishlatilmay, jasoratli bir odamga ishlatilgan bo'ldimi? Mana bu shuni deb ataldi, majaz deb ataladi. Xo'sh. Endi nimishqa aslidagi ma'niga ishlatmay, nimishqa aslidagi ma'niga ishlatmay, buni boshqa bir ma'ni kuchilab ishlatamiz desa, li alaqatin ma'a qarinatin mani'atin iradatil ma'na sabiq. Yani avvalgi ma'ni, yani haqiqiy ma'nisi bo'lgan avvalgi ma'nini irada qilishdan to'sib turadigan bir qarina bo'lishi bilan birga aloqa bo'lganligi uchun yani gap, ya'ni aslidagi ma'ni bilan ko'chma ma'ni o'tirisida bizga 8 aloqa bormi? Shu aloqadan bir aloqa bor bo'lganligi uchun nima qilamiz? Aslidagi ma'nidan majaz ko'chma ma'niga ko'chib o'tamiz. Masalan, kad-durari al-musta'malati fil kalimatil fasiha. Masalan, fasohatli so'zlar degan gapning o'rnida ishlatilgan durar. Dur degan gap durlar degan gap, dur. Dur degan marvoyat, uncha marvoyat. Sizlarda jamchuk deydi. Shu jamchuk, uncha marvoyat degan narsalar. Bu shu uncha marvoyat degan so'zlar asli nimaga qo'yilgan? Marvoyat bo'yniga taqadigan bir sadafning ichidan chiqadigan oq zibu zinnat buyumiga marjon ishlatilgan so'z. Asli qo'yilgan, shuni qo'yilgan. Keyin og'zidan chiqqan uncha marvoyatdek durdonalar, hikmat durdonalari deb yaxshi so'zlarga ham nima ko'chma tashbih yo'li bilan ishlatilgan, istiara yo'li bilan. Anladın? Bu yerda nima deyapti musannif? Masalan, fi qawligasini qavmida masalan falanun yatakallamu bid-durari. Falani uncha marvoyat bilan so'zlaydi degan gap, ya'ni uncha marvoyatdek yaxshi so'zlarni qiladi degan bo'ldi buni ma'nosi. Fa innaha, mana bu sherdagi fa inna durar degan so'z musta'malatun fi g'ayri ma wudi'at lah. Asli qo'yilgan narsaning g'ayriga ishlatilguchidir. Nimishqa iz qad wudi'at, chunki bu durar degan so'z aslida lil la'ali'il haqiqiyya. Haqiqiy uncha marvoyatlarga qo'yilgandir. Thumma nuqilat ila al-kalimatil fasiha, annakin fasohatlik so'zlarga yetkazildi. Li alaqatil nima uchun desa, li alaqatil mushabahati baynahuma. Bu ikkisi orasidagi aloqa nima? Alaqatul mushabaha. Yani bu ikkisining orasidagi o'xshashlik aloqasining jihatidan. Nima jihatdan o'xshaydi? Va shabah nima desa, fil husni, go'zallikda. Marvoyatmi chiroyli, shundami? Fasohatlik so'zlarmi chiroyli. Güzellikte o'xshaganligi uchun nima bo'ldi? Asli ma'nosidan nima ma'niga yetkazdi. Endi tamam, ikkisi o'xshaydi ekan, buni bildik. Asli marvoyat desak, momamda buni desa, marvoyat desak bo'lmaydi, nimishqa qalina mani'a bor. Marvoyat desak to'sib turadigan qalina mani'adan birisi bor. Majaz bo'lishi uchun cho'qib ikki narsa lozim bizga, nima? Aloqa. Endi bilcho qalinatun mani'atun anil haqiqa. Asli ma'nida ishlatishdan iroda qilishdan to'sib turadigan bir qalina bo'lish kerak va asli ma'nodan ko'chma ma'no orasida bir aloqa bo'lish kerak. Ikki narsa bo'lish kerak.
والذي يمنع يعني من إرادة المعنى الحقيقي حقيقي معنى إرادة قدشتن تصدقان ناس بوسا قرينة يتكلم فلان يتكلم بالدرار ديالنكي يتكلم ديال قرينة حقيقي معنى إرادة قدشتن تصب تردو خوش انداق بوسا بهذيك ما قرينة لفظية نخ ميدان بوسا قرينة نوزه قرينة لفظية دب أطلودو أمده شكني مثلا دايدو يعني قرينة عقلية دايدو وكالأصابع المستعملة في الأنامل في قوله تعالى الله تعالى قال ذلك مثلا أنامل ديان برمق وشي çemek برمق وشي ديان ornağa işletilgen أصابع برمقla uğraşır Allah Teala ne diyor? يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ yani ula parmak uçlarını kulaklarının içine tıkvalıdı dedik. Bir şeydi ki فَاِنَّهَا muş asabi' diyen söz muste'meletun fi gayri mevdiatla. Asli kuyulgan ma'nının gayrigi işletilgendir. Asli kuyulgan ma'nı asabi diyen parmak, kamil parmak. Anamil diyen parmakın uçu. Şunu anlamı? Asli kuyulgan sözünün gayrigi işletilgen. Asabi diyen kamil. Parmak diyen unmula diyen bunun uçu. Li alakatin alaka nima desa bu yerdagi li alaqati annal unmulata juz'un min al usbu'i. Yani çünkü parmak ucu degan unmula degan parmakning bir qismi, bir parchasi. Yani unmula degan yani parmak ucu degan parmakning bir parchasi. Fastumila andagandan keyin fastumila kullu fil juz'i. Juz'in parçanın o'rniga bütün ishlatildi. Parçanın o'rniga bütün ishlatildi. Buni nima deymiz? İtlaqul kul ve iradatul cüz babıdır. Ne deyimiz buna? Alakatu cüz'iyye deyimiz buna. Ne? Ma alakatu ne? Kulliye. Alakatu kulliye ne deyimiz? Min babi itlaqul kul ve iradatul cüz. Yani alaka kulliye yani bütün sözler parçanı irade kılış degan babdır. Ve qarinetu zalik. Ama bunun qarinesi ve qarinetu zalik bu qarinesi nima? Sana bu yani aşı barmakni hammani kulakka tiqib o'tadi degan ma'nodan tusidigini nima desa annahu la yumkinu ja'lul asabi'i bitamamiha fil adani. Yani barmaklarning hammasini butunlay barmaklarni tamamen kamil kulakning ichiga tiqib o'tish mumkin emas. Demak bu yerda qaynana nima ekan bolalar? Qarina aqliya. Tushundingmi? Bu yerda qaynana aql bilamiz. Lafzida yo'q. Ne demek aytmayotganda yani bular çakmaktın, güldürmamıdın, kokkanlığın derdi de kulukunu şunculuk, parmakını kuluku şuncuk oy tıkıdı ki tas kalıdı. Parmakının hemmisi tıkıp kulukunu dişe etkili. Yani böyle bir balakatını, yani ki mübalağını payda verildi. Vel mecazu in kânet alâkatuhu el müşâbehe emdi. Mecaz, eğer mecazının alakası ma beynel ma'nel mecazi vel ma'nel hakiki degan gap mecazi ma'ni bilan haqiqiy ma'nining orasidagi bo'lgan mushabaha o'xshashlik bo'lib qolsa kema fil misal avval birinchi misol kerak birinchi misolda nima misol keldi falanun yatakallamu bid-durari dedima falani unchi marvoyat bilan so'zlaydi degan gap ya'ni fasohatlik so'z bilan so'zlaydi degan ma'nida nima deb ataymiz? Bunu istiara deyimiz demişqa. Durar bilen kelimat-ı fesihane o'xshashlik bor. Nimada güzellikka o'xshashadi. O'xshashlik qolgandan keyin buni biz istiara deymiz. Xo'sh, bu istiara ataladi. Va illa fa majaz. Agar asli ma'no bilan ko'chma ma'noning orasidagi aloqa o'xshashlik bo'lmay qolib qolsa bu majaz mursal deb ataladi. Nimishqa mursal degan gap ya'ni mutlaq. Ya'ni mushabaha degan qayd yechib etilgan. Mushabaha degan qayd yo'q, undan boshqa qayd bor degan bo'ldi. Kema fil misal sani ikkinchi misolda kerak. Ya'ni yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim degandagi nima batiladi? Bu majaz mursal. Majaz mursal bunda nima bilan asabi bilan unmularniki o'xshashlik bormi? O'xshamaydi. Unmular degan partisi, asabining bir partisi. Bizga o'xshash degan gap yo'q. Bu degan bir jinsda bo'lgan narsa. O'xshamaydi, bir jinsda narsa. Bu faqat bu partisi, u butun. Yerdagi juz'iylik, kulliylik aloqasi bor bu yerda. Oyatdagi mushabaha aloqasi bor. Demak, shunda hozir biz nima o'rgangan bo'ldik, qarindoshlar?
Mecazning mecaz mursal ve mecaz istiare deb ikki turini bilgan bo'ldik. Endi biz musannif bizga oldi bilan mecaz istiarani so'zlaydi. Xo'sh, endi biz oldi bilan istiarani tunishtirib o'tamiz. Istiara. Istiara degan gap lug'atda aliyat kelish degan gap, o'tnaylish, aliyat kelish degan gap. İstilohda şu desa, ya'ni bir so'zning asli ma'nosi bilan ko'chma ma'nosining o'rtasida bo'lgan aloqa, o'xshashlik bo'lgan majaz. O'xshashlik bo'lgan majaz. Buni deymiz istiara. Xo'sh, endi istiara deganimiz ki qavlihi taala yeni birga buni men tushunib o'tib ketay oldi bilan. İstiare degan qarindoshlar nimadan chiqadi? Assiz tashbih, tushundingmi? Men sizga o'tgan darsimda tashbih degan assiz majaz dedim bu. Ya'ni bir narsa o'zining ma'nosini ishlatmay, boshqa narsaga o'xshatib yoki boshqa ma'noda ishlatilsa, qo'y o'xshatib ishlatilsin, qo'y yoki o'xshatmay qanday shaklda ishlatilsin, ish qilib o'zining ma'nosiga ishlatilmay, boshqa bir ma'noga ishlatilsin deb ataladi majaz. Majaz degan hammaning onasi, tushundingmi? Qolgan tashbih, istiara degan hammasi buning bolasi. Nima qiladi bo'ladi? Xo'sh, endi istiara degan asası teşbih, tushundingmi? Teşbih deganda to'rt narsa bo'ldi dedik biz. Birinchi mushabbah, mushabbah bi va jishaba, adat teşbih. To'rt narsa bo'ldi dedik. Endi teşbih eng oddiy teşbih qaysi bo'ldi? Teşbih mufassal deganimiz to'rt narsa bor, hech qaysi yozib qilinmagan. Masalan, Zaydun kal asadi fi shajaati. Tushundingmi? Undan keyin biz bu teşbihni o'ylab boqaylik. Teşbihni bir qo'z juqurparlik o'tamoqchi bo'lsak deymiz va shabah nasib qilamiz. Zaydun kal asadi. Shunga biz nima deb shabah nasib qildik. Buni nima ataladi bu tashbih mujmal deb ataldi. Uni kenidan tashbihni yana bir yuqori o'tamoqchi bo'lsak nima qilamiz? Zaydun asadun. Va adat tashbih bilan va shabah nasib qildik. Zaydun asad. Bu tashbih bali. Qaysi qilgan sira nima uni ko'tarildi, yuqori uni ko'tarildi. Endi biz bu Zaydun Esedun'dan mı yuqori o'tamoqchi? Endi mushagicha tashbihnikimiz qoldi. Mushagicha tashbihning ikki rukni yazib qilindi, ikki rukni qoldi. Mushagicha tashbih degan nomni ko'tarib turibdi. Endi biz mujundan yuqori o'tamoqchi bu tashbihni. Taximi bak o'xshatmoqchi. Xuddi o'xshatganlarda tashbihning ikki ruknini birini unutib, yana birini o'zini mushabbah bilan o'zi deb davom qilmoqchi. Mujunda holatga o'tkazmoqchi bo'lsak nima qilamiz? Tabii ki hem de vecih şebeh bilen de unuttuk kitaplar adat teşbih o kal teşbihde. Teşbihin iki tarafının bir nasip kılımız. Ya ki müşebbeh nasip kılımız, ya ki müşebbeh bir nasip kılımız. Ya ki müşebbeh nasip kılsak, müşebbeh bir kalsa bunun da batılıdı istiara tesrihiye de batılıdı. Ama ya ki biz müşebbehni kaldırıp müşebbeh bir nasip kılsak bunun da batılıdı istiara bil kinaya ya ki istiara mekniye de batılıdı. Tabii ki buniki qalinisi bo'ladi. Nimaga? Shu chunki bu yerda vajh shabah yo'q, nima yo'q, adat tashbih yo'q. Hattoki ba'zi mushabbah yo'q, ba'zi mushabbah bi yo'q. Endi bu shuningga mushabbah hazf qilinganda mushabbahga dalolat qiladigan qalinadan birisi bo'ladi. Mushabbah bi hazf qilinganda mushabbah biga hazf qilinadigan nima dalolat qiladigan qalinadan birisi bo'ladi. Tushundingmi? Shuningga shu jihatlardan shuni bilan bu istiara بالكناية استعارة تسريحية استعارة ترشيحية استعارة تخيلية استعارة مجردة دبر قانچ qismga bölünüdü. Şuniki şu iki tarafını gözde tutup durup onu hel bunu gözde tutup. Tushundingmi? Istiara degan bu narsa. Endi bu yerda musannif nima deydi? Istiara degan majazun alaqatuhu mushabah. Yani aloqasi mushabaha bo'lgan majazdir. Ki qavlihi taala Allah taolaning qavliga o'xshash kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minaz-zulumati ilan-nur. Yani hâzâ kitabı degan bo'ldi. Mana bu biz sizga tushirgan kitob insonlarni minaz-zulumat, ya'ni ozg'unlikning qorong'uligidan ila nur. Yani xuddi go'yoki ozg'unlik nima? Go'yoki zulmatlik kichiga o'xshaydigan, qorong'ulikqa o'xshaydigan ozg'unlikdan ila nur, go'yoki yorug'likqa o'xshaydigan nimaga hidoyatga ilib chiqishingiz uchun litukhrijan nasa minaz-zulumat ila-nur. Elib chiqishingiz uchun tushirgan bir muborak kitobdir. Tushirgan bir kitobdir dedik. Mishada qaraydigan bo'lsanglar, nima dedi musannaf bu yerda? Mishada litukhrijan nasa minaz-zulumat ila-nur. Zulumat degan so'z bilan nur degan so'z misada nima? Musta'ar. Bu ikkisi musta'ar. Yani ayet qilingan, mishada istiara bor. Nimadan ayet qilingan desanglar bu? Nima uchun ayet qilingan desanglar? Zulumat degan so'z nimaga?
dalal uchun ayet qilingan. Nur degan so'z uchun nima uchun ayet qilingan? Hidayat uchun ayet qilingan. Endi bunisi qanday yo'ldan ayet qilingan desanglar, bu yerdagi zulmat bilan nur ikkalasi musha asli istiarani tepish uchun biz asliga qaytaramiz. Bu tashbih holatiga. Tushundingmi? Nima degan bo'ldi? Tuqjan nasa minaz zulumat degan gap, ya'ni minal asli qachon bo'ldi? Minal nima? Minaz dalali kaz-zulumat. Minaz dalali kaz-zulumati ila nur, ya'ni ila al-huda kan-nuri. Tushundingmi? Buni qaytaramiz. Demak, uni keyin biz nimani deb chiqamiz? Musta'arlarni deb chiqamiz, musta'ar minhu deb chiqamiz. Uni keyin ikkisini o'xshashlik tarafini deb chiqamiz, yechib chiqamiz. Uni keyin isti'arning ma'nosini tushungan bo'lamiz. Endi sizlar o'ylashingiz kerak, bu zulumat bilan dalalning nima o'xshashligi bor? Nur bilan hidoyatning nima o'xshashligi bor desa, qorong'ulik bilan ozg'unlik, ezib ketgan odam yo'lni topolmaydi. Ezib ketgan odam to'g'ri yo'lga, xato yo'lga qolmagan odam, cho'ng ezib ketadi. Kechida mangan odam, qorong'ulik mangan odam qanday qiladi? Yo'l topolmaydi, o'xshash ihtida. Demak, ikkisini o'xshashtirib bor ihtida. Ikkinchisi yo'l topolmaydi. Nur, yo'riqda mangan odam qanday qiladi? Ham yo'lni uchiq qilib mangan dunyoda. Hidayatda mangan odamcho to'g'ri yo'lda, to'g'ri yo'lni tepib mangan nishon beradi. Demak, har ikkilisida nima degan, biz zulmatda adamul ihtida va shabah, nima uchun nur uchun al ihtida va shabah bo'ladi. Tushundingmi? Musannif nimda aytdi? Bunun ma'nosi litukhjan nasi minaz zulumati ila nur degan ma'nosi ay minad dalali ila al-huda degan bo'ldi. Ya'ni ozg'unlikdan hidoyatga chiqarishingiz uchun tushgan bir kitob dedik. Faqad istu'milatiz zulumatu wan nuru fi ghayri ma'nahuma al-haqiqi. Mana bu yerda zulumat bilan nur o'zining haqiqiy ma'nosining g'ayrida ishlatildi. Bu yerda qorong'u bu kitob Qur'oni Karimni bu odamni kecha qorong'u kechidan kunduzga chiqib uchun tushirdik degan gap emas bu yerda. Alloh taolo kitobni qorong'u kechidan kunduzga chiqib uchun tushirdimi? Yo'q. Nima uchun tushirdi? Xuddi qorong'uda qolgan odam yo'l topolmagandek, ezib ketgan odam yo'l topolmagan, ezib ketgan odamni xuddi yo'riqda mangan odam yo'lni uchiqmag'ib baqsat ketgandek mangadigan, ya'ni hidoyatga ochiq uchun tushdi degan bo'ldi ma'nosi. Shuning uchun bu ma'nosi qalina nima ekan? Aqliy. Qalina aqliy. Aqlimiz orqali bilalaymiz nimani? Ha, Qur'oni Karim qorong'uda yurtgan bir chiroq elektr emas bu. Lekin xuddi shunga o'xshatilgan. Ya'ni hissiy bo'lgan bir ishni ma'naviy aqliy bo'lgan bir ish o'xshatish orqali bizga yuritib bergan deganni bildirib o'tadi-da. Mana val aloqa nima zulumat bilan zalalniki, nur bilan hidoyatning aloqasi nima desa, val aloqa al mushabaha. O'xshashlik. Bayna dalali va zulm va zalam. Dalal bilan zalam narsa o'xshashlik bor. U o'xshash qo'zqashlik, o'xshashlik xuddi yo'l topolmaslik. Qorong'uda qolgan odam yo'l topolmaydi, ezib ketgan odam yo'l topolmaydi. Val huda va nur, hidoyat bilan nur orasida o'xshashlik bor. Hidoyat topgan odam to'g'ri yo'lga yetib maqsadga yetadi. Yo'rg'ulik qilgan odam o'zidagi maqsadga yetadi, yo'lni ko'rib maqalaydi. Ya'ni u ihtida, mushabaha. Val qarinatu ma qabla zalik. Ya'ni qarina qolsa ma qabla zalika. Kitabun anzalnahu ilayka litukhjan nas deganning hammasi qarina bo'ladi. Biz shu kitob tushgan kitob degandan keyin bu yerdagi zulmat bilan nur asli ma'nosida emas ekan. Bu qarinalarni qila olamiz, bila olamiz. Bu qarina ma'noda lafzi bor, ammo buni tushunish uchun aqlimizni ishlatish kerak. Biz kitob degan bu elektr chiroq emas, olamni yurib qorong'ulikdan. Demak, bu ma'naviy ekan bu gap deb lam topalaymiz. Endi bu yerdagi birinchi sharhga qaraydigan bo'lsanglar, istiarada bir jarayon bor bizniki besib o'tadigan. Birinchi jarayon, ikkinchi jarayon deb. Qanday bu jarayonni nima deb ijroat deb ataladi. Va yuqalu fi ijroiha. Masalan, bu shu biz bu yerdagi litukhjan nasi min az-zulumat ila nur deganniki ijrosida nima deymiz? Jarayonida bunda deymiz. Shubbihati zalalatu biz-zulmati. Bu yerdagi dalalat nimaga o'xshatildi? Zulmatga tashbih qildik. Asli oldiga tashbih qildik buni. Zulmat qorong'ulikqa o'xshatildi. Qanday qilsa ikkisining aloqasi bor. Bi jami'i adamil ihtida'i fi kullin degan har birida nima adamul ihtida, yo'l topolmaslik, to'g'ri yo'lga yo'l topolmaslik bor. Qorong'uda qolgan odam yo'lni ko'rolmaydi, yo'l topolmaydi, yo'lda adishidi. Az ezib ketgan odam to'g'ri yo'lni topolmaydi. Vastu'ira al-lafzu uni kelidan nimaga tashbih qildim? Bizi mushabbah bo'ldi. Dalalat nima bo'ldi qarindoshlar? Mushabbah. Zulmat nima bo'lsa mushabbah bihi bo'ldi. Shundaymi? Va shabah nima ekan? Adamul ihtida ekan bo'ldik. Endi vastu'ira al-lafzu dallu ala al-mushabbah bihi. Miyada mushabbah bihga dalalat qilgan lafz istiara elindi.
Müşebbeh bihga qasa müşebbeh bi yani zulumat ha. Zulumatga dalalet qildigan lafz nima aliyetga ilindi. U bo'lsa va huwa az-zulmatu. Müşebbeh bihga işte zulmatun. Zulmat degan o'zi shu müşebbehni zulmatni ko'rsatadi. Müşebbeh bihni ko'rsatadi. Va huwa az-zulmatu. Nima uchun ilindi? Müşebbeh. Müşebbeh uchun aliyetga ilindi. U müşebbeh qasi va huwa ad-dalalatu. Nima qanday yo'llansa ala tariqi istara tasrihiyya al-asliyya. Ma qanday shu oyatdagi istara qanday istara zangli istara tasrihiyya. Nimishqa? Chunki bu yerda mushabbah bih quyilib mushabbah hazb qilingan. Dalal hazb qilinib zulumat quyilgan. Anda bo'lgandan keyin bu istara tasrihiyya bo'ldi. Nima uchun asliya bo'ldi desanglar? Chunki bu yerda ismi jamid. Zulumat degan musta'ar minhu nima? Ismi jamid. Agar ismi jamid bo'lsa ism mushtaq bo'lib qolsa, masdardan ilma ism mushtaq bo'lib qolsa yoki fi'il yoki harf bo'lib qolsa nima bo'ladi? O'chaqda istara tabiiyya bo'ladi. Keyin tushdi. Xo'sh. Bu yerda nima deyapti? فقد استعملت الظلمات والنور في غير معناهما الحقيقي بهذا ظلمات والنور bizning asli haqiqiy ma'nosini g'alati ishlatildi والعلاقة المشابهة بين الضلال والظلام. Hocam dalal azg'unlik bilan qorong'ulikniki orasidagi o'xshashadigan aloqa aloqa bo'lsa, bu ikkisi o'rtasidagi aloqa bo'lsa, asli ma'nosidan ko'chma ma'nosidagi aloqa bo'lsa, mushabih ya'ni azg'unlik bilan qorong'ulik orasidagi o'xshashdir va hidoyat bilan yo'llik orasidagi o'xshashdir. Val qarinatu ma qabla zalik. Qarina bo'lsa oldidagi kitabun anzalnahu ilayka degan oyat qarinasi bo'ladi. Asli ma'nosini iroda qilishni to'sadigan qarina. Xo'sh, va aslul isti'ara. İstiarenin asli men abayda bayangap. Teşbihun huzifa ahadu tarafayhi. İki tarafının bir hazb qilingan teşbihdir. Yani yoki mushabbah bi hazb qilingan nima teşbihdir. Ve vejhu shabahihi ve adati. Vejhu shabahi hazb qilingan, adat teşbih ham hazb qilingan. Tushunib bo'ldi buni. Ve mushabbahu yusamma mushabbah mustaara la deb ataladi. Endi teşbih bo'lgandan keyin mushabbah bi demaymiz buni. Tabiiyki atalg'ular o'zgardi-da buni. Tushundingmi? Mushabbah deb ataladi. Masalan Zaydun Kel Esedi degandiki men Zeydun Esedun nazir bizni o'zgartirmoqchi. Start tasiriga o'zgarsak nima deymiz? Nima deb ataymiz? Esedun bo'ldimi? Ra'aytu nima? Esedun nima? Yaxtubu. Esedun yaxtub desam masalan. Shir xutbu quvvatudu desam. Mishadiki Esed biz Zeydunni demoqchimiz shundami? Zeydun azb qilindi. Bu Esed deb ataladi. Mishadiki Zeydun nima deb ataladi? Mushabbah. Azb qilingan mushabbah nima ataladi? Musta'ara lah deb ataladi. Zaydun degan mushabbah musta'ara lah deb ataladi. Va asad degan so'z mushabbah bihi musta'ara minhu deb ataladi. Lekin asadning ma'nosi, asadning o'zi emas. Asad degan so'zning ma'nosi hayvonun muftaris degan ma'no. Hayvonun muftaris yirtqich hayvon degan ma'noni nima ataladi? Musta'ara minhu deb ataladi. Fa fi hada al-misal, amda ma misalda oyatdagi misalda al-musta'ar lah. Musta'ar lah huwa ad-dalal wal huda. والمستعار منه بوسدما هو معنى الظلام. شو معنى الظلام؟ qarang'ulikning ma'nosi ya'ni hech kimni ko'rolmaslik degan ma'no. Olamni qop-qora bo'lib hech kimni ko'rolmaydigan bo'lish degan ma'no mustaara minhu deb ataladi. Va nur ya'ni yuq olamni uchib bo'lib yo'lni tepish degan gap ma'nosi. Nur degan so'zning ma'nosini deb ataladi, mustaara minhu deb ataladi. Va lafzu az-zulumat va nur degan lafzning o'zi al-mustaar deb ataladi. Tushundingmi? Bizda 3 ta istiloh bor. Mustaar lah Musta'ar minhu musta'ar. Zaydun, Asadun. Zaydun kel asad degan so'zimizdagi isti'ara bilansak, Asadun yaktubu yoki Asadun yaxtubu desam, demakki Zaydun degan hazb qilingan Zayd nima? Musta'ar lah. Unki Asaduncho musta'ar. Asadunning ma'nosi hayvonun mubtash degan ma'no nima? Musta'ar minhu. Asadun degan so'zning lafzul asad, ya'ni asad degan so'zning o'zi nima bo'ladi? Musta'ar. Tushundingmi? Amma istiara qanday istiara? Asadun yaxtub desam nima deb atadim? Istiara tasrihiyya. Yaxtub degan so'z qarina nimaga dalolat qiladigan? Mushabbahga dalolat, ya'ni musta'arlarga dalolat qiladigan qarina. Shuni istiara tasrihiyya deb ataladi. Tushundingmi? Xo'sh, endi vatan qasimul istiara musarraha istara tasrihiyya va istara bil kinoya deb ikkiga bo'linadi. Musarraha deb ataladi, tasrihiyya deb ataladi. Kino bil kinoya deb ataladi, istara makniyya deb ataladi. O'xshash bir gap emas. Ikkiga bo'linadi. Qaysi jihatdan? Bizda nima asosi taqsim deb narsa bor. Asosi taqsim degan cho'qim shu birlashlikka jihat depish kerak.
من أي حيثية من أي جهة يعني مشبه حذف قلنش يعني مشبه به حذف قلنش جهتين استعارة تسريحية استعارة بالكناية بشكل بنودو أجل مشبه حذف قلن بولسا نم بولدو استعارة تسريحية بولدو أجل مشبه به حذف قلن بولسا نم بولدو استعارة بالكناية بولدو مش نعلم وتنقسم الاستعارة استعارة مصرحة دب استعارة مصرحة ومكنية بشكل بنودو ديدو وهي استعارة مصرحة نمز ما صرح فيها بلفظ المشبه به مشبه به لفظ وشق بيان قلنغان كما في قوله شاعر فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقط وردا وعضت على العناب بالبرد فأمطرت لؤلؤا ديجاب ومروايت انش مرجالlarını من نرجس gülüdün yağdırdı وسقط وردا وأمد لؤلؤا demek çok önemli فأمطرت لؤلؤا من نرجس لؤلؤ diyengap küzdün xuddi min nergis degan nergis guliga o'xshaydigan kuzidan nergis guli degan yuproqlari oq o'tirdiki chechak nimalari siriq bo'lgan bir gul qanday gul xuddi shu nergis guliga o'xshaydigan nimadan kuzidan lu'lu'an degan marvoyit tomchilariga o'xshaydigan nimani unchi marvajonga o'xshaydigan yoshlarni to'kdi vasaqat vardan va vasaqat vardan deb gulni so'radi degan gap xuddi qizil gulga o'xshaydigan mangzini shu yosh bilan namdidi so'radi yashimagan mangziga yiqib tushdi va addat alal unnabi bil baradi va unnab chilanni mo'ldir bilan tishli deydi chilan unnab degan ya'ni u mahbubaniki qo'llari xen yiqib qap qizilib ketgan barmoqlari qap qizilgan chilandek qap qizil barmoqlarini bil barad degan mo'ldirdek osmonda yog'adigan mo'ldirdek tishlar bilan tishli deydi tushunarmi bu degan o'ylab boqinglar fasohat bunda ya'ni nima deyapti nargis guliga o'xshaydigan ko'zlaridan unchi marjondek yoshlarni to'kdi va qizil guldek mangzilarini mushu unchi marjondek yoshlar bilan sug'adi va o'zining barmog'ini xuddi qizil chilandek qap qizil barmoqlarini xini yiqilgan barmoqlarini bilbarat degan gap o'zining mo'ldirdek poqiroq tishlari bilan oq poqiroq tishlari bilan tishladi deydi. Bishad hammasini da otadi qardoshlar istana tasrihiyya. Chunki biz mushabbah bih ba mushabbah hazb qilingan. Tushunarmi? Faqat isti'ara al-lu'lu abiyada lu'lu'ni narjis yani marvoyit narjis guli vard degan qizil gul unnab chilan val barat degan mo'ldir degan narsalarni lu'lu'ni dumuqa marvoyitni uncha marvoyitni yoshqa oliyat qildi va narjis gulini ko'zga oliyat qildi hudud degan qizil gulni mangziga oliyat qildi unnab chilanni anamil degan barmoqlarga xini yiqilgan barmoqlarga oliyat qildi barat mo'ldirni tishlarga oliyat qildi. Xo'sh, endi yana biri istiara makniya deb ataladi. Ya'ni mushabbah bini asb qilish jihatidan istiara makniya deb ataladi. Va hiya istiara makniya deganimiz ma hudifa fiha al-mushabbah bihi. Bunda mushabbah bihi hazb qilingan istiara. Va rumiza ilayhi bi shay'in min lawazimi. Chuqum mushabbah bihi hazb qilingan bilan gap tugamaydi. Anında mushabbah hazb qilindi, gap tugidi. Undami biz tushunib olardik, lekin mushabbah bihda sal murakkab. Agar mushabbah qaldırılıp müşebbeh bir hazb kılınsa çokum müşebbeh biha dalalet kıldıgan bir buluş gerek. Dalalet kıldıgan bir lavazimisi, bir söz buluş, kaydesi buluş gerek. Bulmaydı. Ve rumize ileyhi bir şeyin min lavazimihi diyen. Şu müşebbeh bihinin lazımlarından bir neslen onun işaret kılınıdı. Ya kavlihi Teala Allah Teala'nın kavli şu mesela وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. İşte atanımızga rahmetin ibaret xarlık kanıtını yiyin, pes kılın diye ayet qaraydigan bolsa faqad isti'arat ta'ira liz-zulli. Mishada ta'ir degan bir qushni liz-zulli xarlık uchun ayetga oldi. Mishadagi janahat zulli degan ya'ni janahat ta'ir degan bo'ldi. Janahat ta'ir asli qushning qanotini paslangan bo'ldi. Lekin biz bu yerda ta'ir degan gapni summa hadafahu. Asli janahat zulli degan ay janahat nima waqfid lahuma az-zull yani liz-zulli waqfid lahuma hala kawnika zalilan amamahuma ka
كتخفيض يا كخفض جناح الطائر لوالديه. Xuddi qushning bolalari ota-onasiga kelsa, ota-onasi bunday qilib, "Ona menga iloj bersangiz" deb ota-onasi talmirgandek, yalagandek, sen bu ota-onaga cho'nglik qilmay, xuddi qush bolalari qanotlarini ota-onasining oldida qilgandek, sen bu endi qanotingni pastlab, ota-onaning oldida kichik ko'ngil bo'lgan degan bo'lgan ma'nosi. Ota-onaning oldida cho'ngchilik qilma degan bo'ldi. Bu yerda zul degan so'zga ta'ir degan so'zni oliyatga oldi. Sonra hadaf andikin bu ta'ir degan so'z mushabbah bihni hazf qilyapti. Va dalla alayhi bi shay'in min lavazimihi. Mushu ta'ir degan so'zga hazf qilingan ta'ir degan so'zga mushu ta'ir degan so'zning lavozimlaridan, ya'ni mushu so'zdan ta'ir degan so'z lozim qiladigan lozimlardan birini keltirib qo'ydi. Va huval janah. Bu qanot. Qanot degan nimada bo'ladi? Qushda bo'ladi. Fa isbatul janah amdi. Xo'sh, endi olgandan keyin janaha zul degandan keyin biz nima bildik? Waqfid lahuma janahat ta'iri. Waqfid lahuma janahat zul degan gap waqfid lahuma janahat nima? Asli ma'nosi endi kun zalulan amama walidayka kama yakhfidu at-ta'iru janahahu kama yakhfidu aw waladu at-ta'iri janahahu inda amama ummiha. Degandek bir ma'no chiqdi sizlarga. Anladin? Va isbatul janahi lizul amdi janah degan qanot degan so'zni zul xorliq degan so'zga isbotlashning o'zi yusammunahu isti'ara tahyiliyya. Buni isti'ara tahyiliyya deb ataladi. Ya'ni sizni bir xiyolga cho'ktirdi, xuddi ko'z oldingizga bir qushdan birisi, xorliq qushi degandek bir qushdan birisi. U qushning qanotini shunda pastlab turgan bir holatni ko'z oldingizga keltirdi. Xiyol qildirdi. Mushu istiara tahyiliyya deb ataladi. Xo'sh, endi bu masala tugadi. Va tanqasimul isti'aratu ila asliya. Istiara istiaraniki nima jihatdan yoki istiaraning o'zi ismi jamid bo'lish yoki ismi mushtaq bo'lish jihatdan yoki fe'l yoki mushtaq yoki harf bo'lish jihatdan istiara asliya, istiara tabiiyya deb ishga bo'linadi. Agar istiara qilingan so'z minaz zulumati va nur degandek ismi jamid bo'lsin bo'ladi, istiara asliya bo'ladi. Agar istiara qilingan so'z fe'l yoki ismi mushtaq yoki harf bo'lib qolsin bo'ladi, istiara tabiiyya bo'ladi. Va hiya ma kana fiha. Amdi istiara asliya degan nima? Istiara asliya degan ma kana fiha al-musta'ar. Musta'arni tushundiqni musta'ar degan nima? Shu oyat kelgan so'zning o'zi. Musta'ar uningda nima bo'lgan? Isman g'ayra mushtaqin. G'ayra mushtaq bo'lgan ya'ni ismi jamid bo'lsa, mesela istiarati zalami lid-dalal mesela dalal uchun zalamni istiaraga o'xshash. Bu shunday ataladi, istiara asliya. Va nur hidayat uchun nurni istiaraga o'xshash. Va ila tabiiyya, istiara tabiiyya deb bir qism bo'linadi. Istiara tabiiyya degan ma kana fiha al-musta'ar fi'lan. Buningda musta'ar oyat kelgan so'z nima? Fe'l bo'ladi. Yoki harf bo'ladi. Yoki isman mushtaq. Ismi jamid bo'lmay, ismi mushtaq bo'ladi. İsmi camida ismi mushtaqni bilasizmi? İsmi jamid degan rajul desak nima? Ismi jamid. Masalan, daribun desak nima? Ismi mushtaq masalan. Darib degan masdarni yerib bilingan. Ma'qad ishtiqoqni yerib bilingan ismi mushtaq degan nima? Daribun, fa'ilun, alimun. Rajul degan gapcho ismi jamid. Masalan, nahu rakiba fulanun katifay ghalimihi. Biz falani o'zining qarzdorining ikki mulusiga minib oldi desak, mishadagi so'zda nima deymiz buni? Istiara tabiiyya deymiz bu misolni. Nima ish qilsanglar? Chunki rakiba degan so'z istiarada musta'ar. Al-lafzul musta'ar qasimiyada rakiba. Rakiba degan so'z. Odatda rakiba bir odam qarz egasi qarzdorning gandiga minib oladi, tupsiga chiqib minib olamdi. Minib olmaydi. Lekin shu minib olgandek chaplashib olsa, qarzni qattiq chiqib tutib shuni chaplashib olsa, minib oldim degan gapni aytdi, shuni istiara qilib. Ya'ni xuddi minib olgandek bir odam otni tupsiga minib olsa chaplashib turdi-ku, minib olgandek qarz egasi qarzdorniki keyiniga juda kiyib oldi. Qarzni ching tutib oldi degan yerga rakiba degan so'z lazama degan so'zning o'rniga istiara ishlatilgan. Bu yerdagi rakiba degan so'z fe'l bo'lganligi uchun buni biz asliga qaytarish uchun buni ijosini nima deymiz? Rakibaning asliga qaytaramiz buni. Bu yerda rakiba degan fe'l rukub qadimiz, rukub masdarga. Rukub degan masdar nimaga? Luzum degan so'z uchun istiara qilingan.
Uni keyin istiara kelinib bu rukub nima qilingan? Hazf qilinib, rukub hazf qilinib, shu rukubga dalolat qiladigan rukubning fe'li, rakiba degan fe'li uni qo'yilgan degandan keyin asli hazf qilingan bo'lsa, bu tabiiyya deb tushunamiz. Shuningmi? Rakiba fulanun katifay ghanimihi ay lazamahu mulazamatan shadida. Uni qattiq ching tutdi. Qarzni qattiq suyladi degan ma'nosida. Va qawluhu ta'ala Alloh taolaning qawli masalan ulaika ala hudan min rabbihim. Ma'amda birinchi fe'l bilan bo'lgan istiara tabiiyyani misoli. Endi hal bilan bo'lgan istiara tabiiyyani misoli bo'lsa ulaika ala hudan min rabbihim. Ular Parvardigori tarafidan bo'lgan hidoyat ustida degan gap, ya'ni hidoyat Alloh taolo bergan hidoyat chin o'rin olgandir degan ma'noda bildiryapti. Bishad ay tamakkanu min al-husuli ala hidoyati tam. Ular komil hidoyatga erishishga o'rin oldi. Erishishga qodir bo'ldi. Ya'ni ular komil hidoyatga erishishga qodir bo'ldi deydi. Bishad qaraydigan bo'lsanglar, bu yerdagi ala degan so'z al-musta'ar. Al-lafzul musta'ar huna nima? Ala. Ala degan so'z asli nima? Lil-isti'la. Alaning ma'nosi nima? Lil-isti'la. Buni asliga qaytaramiz. Isti'la. Isti'la degan gap bilan tamakkun degan gap bir narsaning ustida bo'lishi bilan bir narsani o'rin ilish, uning qodir bo'lish degan gap ikkisi o'rtaq yaqin keladi shundaymi? Unda bo'lgandan keyin ala hudan min rabbihimning ma'nosi aslisi nima ekan? Ulaika tamakkanu min rabbihim degan bo'lgan buning ma'nosi. Unda bo'lgandan keyin ala deganniki aslisi isti'ladan tamakkunni biz nima qilamiz? Oyat kelibdi. Isti'la degan so'zni tamakkunga oyat kelib, istilani hazf qilib, uni o'rniga ala, shu istilaga dalolat qilgan ala degan harfni qo'ydik. Bunda bataldi istiara tabiiyya deb bataldi. Va Alloh taolaning qawli va la in nataqtu bi shukri birrika mufsihan falisanu hali bi shikayati antaqu. Agar men sizning menga yaxshiligingizga tashakkur etish uchun fasohat bilan so'zlaydigan bo'lsam, agar so'zlaydigan bo'lsam, falisanu haliya mening ahvolimning tili, mening hol tilim bi shikayati antaqu degan shikoyat qilishdan bakrak so'zlaydi. Antaqu deydi. Mishadagi antaq bakrak so'zlaydi degan gapning o'zi nima? Mishada al-lafzul musta'ar antaqu deydi. Antaqu. Bu nima? Nima bilan bo'lgan? Yani ismul mushtaq bilan bo'lgan. Ismi tafdil, antaqu ismi tafdil. Yani nutuq degan masdardan ilingan ismi tafdil, ism mushtaq. Bu istiar tabiiyya deymiz. Nimishqa antaqu degan asli ma'nosi adallu degan so'zga ishlatadi. Asliga qaytaramiz. Nutuq bu. Nutuq degan so'z dalalat. Nutuq bilan dalalat ikkisi aloqasidir bu. Nutuq degan bu ma'niga dalalat qiladi. So'z degan bu ma'niga dalalat qiladi. Dalalat degan bu shu dalalat qiladi aynan. Shundami? Ikkisi aloqasi bor. Unda olgandan keyin mishadiki dalalat degan ma'niga antaq degan ma'ni akeldi. Oyat kelib. Endi biz uni keladigan nutuq degan so'z nima qilindi? Hazf qilindi. O'rniga shu nutuqqa dalalat qilgan antaqu degan uniki mushtaq, shu nutuq degan masdarni yerib olingan ismi mushtaq antaq ismi tafdil qo'yildi. Bu shuni nima ataldi? Istiara tabiiyya deb ataldi. Adallu. Ya'ni bu ismi mushtaq bilan nima qilingan istiaraning misoli. Va nahum adaqtuhu libasal maut. Ma'unga ulamning libosini tetitdim deydi. Bu yerda ay albastuhu ayyahu. Bu yerda adaqtuhu libasal maut degan yerda men unga ulamning libosini kiygizdim degan bo'ldi. Bu yerdagi adaqtuhu degan so'z ilbas, izaqa degan masdar qaytaramiz. Izaqa degan masdar ilbas degan so'z uchun istiaraga ilingan. Uni kenidan u ilbas degan so'z izaqa degan so'zni qilib hazf qilinib o'rniga nima qo'yilgan? Adaqtuhu degan shu idaqaga dalolat qilgan adaqtuhu degan fe'l qo'yildi. Shu bilan adaqtuhu libasal maut, o'lim libosini kiygizdi degan bo'yicha bo'ldi deydi. Va tanqasimu al-isti'ara. Isti'aramda nima jihatdan insonlar asos taqsim beradi? Isti'aradan keyin isti'araga dalolat qilgan mushabbahga yoki mushabbah bihga dalolat qilgan yeni bir jumlani qo'shib keltirish jihatdan isti'arani kuchlantirgan jumlalarni qo'shib keltirish jihatdan isti'ara tanshihiyya va isti'ara tajridiyya deb ikkiga bo'linadi. Qo'shib keltirsa, isti'aradan keyin isti'arani kuchlantirgan mushabbah bihni kuchlantirgan mazmunni bir keltirilsa isti'ara tanshihiyya. Agar isti'aradan keyin mushabbahni kuchlantirgan jumladan bir keltirilsa isti'ara tajridiyya. Mulash isti'ara tanshihiyya deganimiz
ma zikra fiha mulaimul mushabbah bih. Mushabbah bihga munosib keladigan so'zning birisi zikr qilinsa. Masalan, ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Bu yerda ashular ozg'unlikni hidoyatga almashtirganlardir. Fama rabi ular bu tijoratida foydalanmadi degan yerda bu yerda fal ishtira degan so'z musta'ar, lafz musta'ar, lil istibdal, almashtirishga oyat qilingan. Chunki bir narsani sotib olish degan gap pulni akilib malga tegish almashtirish degan gap. Ma'nosi. İstibdal degan gap almashtirish demak, almashtirish degan gapga ishtira degan gap oyat gap akib ishlatib turdik. Shunda ma ishtira dalala. Anda bo'lsa, lekin tabii ki bu istara tabiiy ekanligi. Buni bildik. İstara dalalata o'g'andan keyin bil huda deb yerda dalala huda degan gap dalala azg'unliq hidoyat qilganibdi. Azg'unliq hidoyat degan nima? Bu yerda azg'unliq hidoyat. İstara degan gap istara tabiiy bo'ldi. İshtirani o'rniga istibdalni o'rniga ishtira keltirgan bo'lsa, istibdal mushabbah, ishtira nima mushabbah bihi. Nima? İshtira mushabbah bihi bo'lsa, demak mushabbah bihi kelibdi, mushabbah qilgan bo'lsa, istara tasrihiyya ekan. Nima? Istara tasrihiyya ekan. Tamam, bu bo'ldi. Endi mush istara tasrihiyyani dalalat deb keltirib bo'lib, fama rabihat tijaratuhum deb ular bu tijoratni foydalanmadi deb keltirib qo'yishning o'zi va zikru rabih va tijorat. Tijoratni va foydani zikr qilish o'zi tarshih. Tarshih degan kuchlantirish degan gap. Bu istarani xuddi bularni ish qilgandek, anda ozg'unlikni hidoyatga almashtirgan emas, balki nachar o'tmas. Bu yerdagi dalal deganniki mushabbah bi aslida nima bilan bizda dalala deganniki mushabbah bihi ya'ni bidaatul kasida. Kasat mal. Bil huda degancha mushabbah bi nima bu yerda? Mushabbah bi huda degan mushabbah bihi nima? Ya'ni al thamanul ghaliya. İntayin qimmat mal, qimmat pul. Bibaha mal, bibaha en güçler. Yani hidayetin ibaret. Bibaha en güçlerge zalalet, azgınlıktan ibaret. Ötmez, intayin erzmez, naçar mal ne? Bunu satıp aldı. Satıp aldı. Mehmet'e pul algan satıp aldı. Şundan bunu bunda qimmat narsini bilib, qimmat yok narsini alganlık bilan bu ticarette bunu ziyan tarttı. Faydalanmadı degan ma'no. Şu demek intayin istiarani yuqori pallasi oldu da bu. Undan keyin va ila mujarrada. Mujarradaga bilmadi. Mujarrada deganimiz va yallati zikra fiha mulaim mushabbah. Yani mushabbahning mushabbahga munosib bo'lgan so'zlar zikr qilingan. Masalan, fa adaqahu Allahu libasal ju'i wal khawf. Alloh taolo unga u qaliya u yez ahliga ochlik va qo'rqinch libosini tetitdi deganda bishada bizga kalimatul musta'inada libas degan so'z. Libas degan so'z isti'ira libasu lima ghashiyal insan 'inda al-ju'i wal khawf. Yani inson qo'sqishib ketganda va qo'rqib ketganda inson yapadigan dahshat, qo'rqinch, xafalik, qiyinchiliklarga libas degan so'z isti'ara qilingan. Xuddi kiyim-kechak insonni bizga jepib cho'qib olgandek, odam qo'rqib ketgan chaqda, qo'sqishib ketgan chaqda odamni beoromlik, qo'rqinch qiyinchilik jafo mushaqqat odamni chapishib oladi odamga. Shuningmi? Uni keyindan ayda misol keltirib bo'lib, istiara bo'lib Alloh taolo izaqa, fa azaqa degan beshidiki. Ba'zida bu tarshihiyya, tarjidiyaniki muloyimlari ba'zida oyig'ida bo'ladi, ba'zida beshida bo'ladi. Fa azaqa degan izaqa degan nima? Tajrid. Izaqa degan so'z tajrid deb ataladi. Nima? Ya'ni fa azaqa degan ju' xavfga. Yani ochlikni tetitish, qo'rqinchni tetitish degan gap. Demak, bu nima yo'qotadi? Bu yerdagi libos o'zining ma'noda emas. Yani ochlikdan iborat, qo'rqinchdan iborat. Ochlik qo'rqinchlikki mushaqqatini, jafosini, azobini Alloh taolo tetitib degan ma'noni azaqa ko'rsatyapti. Azaqa kuchlantiryapti. Demak, bu yerdagi bu istiara tajrid degani, yani istiarani kuchlantirishdan nima? Yalang'ochlash, xoli qilish degan gap. Ma'nosi tajrid, azaqaha. Lidalik. Ve ila mutlaqa. Endi istiara mutlaqa deb bo'lindim. Istiara mutlaqa deymiz. Istiara mutlaqa degan va hiya allati lam yuzkar ma'aha mulaim. Istiara bilan birga hech qanday bir uni munosib keladigan keyingi bir jumla yoki kuchlantiradigan yoki uni tajrid qiladigan hech qanday bir narsa so'z zikr qilinmagan bo'lsa, istiara mutlaqa deb ataladi. Masalan, yanquduna ahdalloh min ba'di mithaqi. Ular Alloh taologa bergan va'dasini buzdi desa, aslida naqd degan gap jibniki, og'amchining qatini yeyish, chuvish degan gap. Va'dani va'daga xiloflik qilish deganga,
yanquduna degan so'z ekan mutlaq. Unga endi buni bir dalolat qilgan bir narsa ekanmidi. Bu istiara mutlaqa deb ataladi. At-talshih ve tecrid faqatla biz istiarani talshihiyya yoki tecridiyya deb so'zlashda qachon so'zlaymiz desa, istiara qaynisi bilan tam tutib bo'lgandan keyin ama istiara tasrihiyya ekan yoki istiara makniyya ekan, istiara bil kinaya ekan deb ayirib bo'lgandan keyin ondan yoki talshihiyya yoki tecridiyyaga ayriladi. Shundan keyin biz qisqacha bo'lgan istiara darsimizni oldik. Bek muhim dars, yaxshi takror qilinglar. Keyingi darslarda texmi cho'nqo'lab tekshiramiz. Mushuni tushunmasanglar bundan keyingi balog'atni abadan tushunolmaysizlar. Shunga tushuninglar. Va oxir davona alhamdulillah.